Bitta tandirda boshlaganmiz. Onam ikkalamiz manzuracha qilib, bularga berishib, saharlab 5 ta turib kelib birga qilganmiz onam bilan. Men Xaytboyeva Dildora, 34 yoshdaman. Amudaryo tumanida, Mang'it shahrida non va non mahsulotlari sut qayta ishlash kichik korxonasi rahbari bo'laman. Eng katta maqsadim mana shu ishlab chiqarishimizda Zulfiya non patir mahsulotlarini sut mahsulotlarimiz Amudaryo Milk Food bizning brendimizda shu hamma tuman rayonlarimizda ochish. Amudaryo tumanida Mang'it shahrida 49 ta mahalla bor bizda. 49 ta mahallaga молочный domiklar qilish. Dam oladigan yoshda emasmiz. Dam olishni ham xohlamayman. Chet davlatiga ko'proq chiqib, fabrika, zavodlarga borib, ko'proq ma'lumotlar yig'ishni yaxshi ko'raman. Ko'proq ishlarni o'rganishni yaxshi ko'raman. Qanaqa import, eksport, qanaqa chet davlatlarga savdolarga chiqish, qanaqa qadoqlash, qanaqa uskunalar olib kelish, yangiliklar yaratish, mana shu ishlarni yaxshi ko'raman. Men hobbim shunaqa. Bolaligimdan mana shu ishlab chiqarishga, salatlar tayyorlashga, lag'monlar qo'lda cho'zishga qiziqqanman-da mana shu. Maktab paytimda ham, uyda o'tirgan paytimda, maktabga borib kelib turgan qizlik paytimda, masalan, salatlarga zakaz olardi. To'g'rada ishlab, uylarga dastavka qilib berardim. Keyin pirojki, o'sha chuchvara, hamma narsalarni, somsalarni pishirib, ularni ham dastavka qilganmiz. Yana kechasi bilan uyga kelaman, lag'mon cho'zaman. Qo'lda, uxlamasdan, tilaganda olaman. Uxlaydi onam. Uxlasam ham bo'lardi, lekin uyqu bermasdi, uxlamasdim. Eski uyga ko'chib o'tganmiz. O'sha joyni remont qilishimiz kerak. O'sha paytda 11 yosh qiz bo'lgan. Lag'mon cho'zib, ertalab savdoga olib chiqaman olyapti. o'n ikkinchi yilda turmush qurganman. 2013-yilda birinchi farzandim dunyoga kelgan. Bizda katta yo'qotishlar bo'lgan. Erim kasalchilik bilan o'limdan o'tib qolgan. Katta dadamlar o'tib qolgan avariyadan, o'sha odamlar bilan 3 ta yo'qotish bo'lgan. Buni biz ko'tara olmadik, to'g'risi. Ayol kishilarga eng og'iri bu yolg'izlik. Yolg'iz ayol bo'lish, yolg'iz ona bo'lish bu qattiq qiyin narsa. Buni endi boshidan o'tkazgan odam biladi. Yo'qotishlar, o'sha qiyinchiliklar, yolg'iz ayol bo'lish, uyni katta farzandi bo'lish. Ayol kishi hamma narsaga turib berish kerak. Hamma narsani boshida o'tkazish kerak. Ham ada, ham ona bo'lish, yolg'iz yashash qiyin. Ayol kishiga qiyin, lekin o'shanda ham onangiz, farzandingiz sizga kuch bo'ladi-da, mehr bo'ladi. Mana shular uchun yashaysiz. O'zimni bu narsadan, stressdan olib chiqish uchun yana o'zimni ishga bag'ishladim. 3 kilo unga xabar qilishni boshladim. Katta Xorazmdan jihozlik 11 ta chiqdi o'sha 3 kilo undan. Kechga marakaga kelolmay qolganlari kelgandi uyga. Ularga tartdik. Ovqatimiz
qolib ketdida o'sha non bilan bo'lib ketdilar o'sha kelgan mehmonlar. Buni qanaqa qilib qilgansiz Dildor, bizga ham o'g'illarimizga, bolalarimizga qilib bering. Toshkentda student deganlar. Xo'p, qilib beraman degan. Yo'lda ko'karib, yomon bo'lib ketmaydi bu non degan. Yo'q deganman. Garantiya qo'yaman, 1 oygacha ko'karimida qotmaydi bu non deganman. Unda bo'lmasa menga 10 ta, bittasi aytdi menga 12 ta qilib bering, bittasi 6 ta qilib bering dedi. Mayli dedim, uni ertasiga 10 kiloga qildim. Shu bilan bunga yana biz ko'paytirdik. Уже 20 kilo, 25 kilo, 50 kilo qopini yana biz mahallamizdagi ayollarni ish bilan ta'minlab band qilishni boshladik. Yanada ko'paytirdik, kengaytirdik buni. Xitoy davlatidan olib kelgan mana katta pechkamiz bu. Rotasionniy pech. Hamma xususiyati bor ichida, aylanib pishadi. 32 ta. Mana olib keling. Aylanib ustiga, tegi hamma joyi bir xil tempda pishib chiqadi. Tadbirkor ayolni birinchi o'rinda sovrinni berdi menga. Meni tanlagan ekan ular. Rahmat ularga. Keyin menga aytdiki, tayyorlaning o'sha videoroliklar, ish jarayonlari, syomkalar, hamma narsalarni menga topshiriqlar berdi-da. Men tayyorlanishni boshladim noyabr oyigacha. Keyin noyabrning o'rtalarida menga o'sha yordam bergan, meni hamrohlik qilgan menga tog'am mazalar bo'lmay qoldilar. Analiz javoblarini Indiyaga jo'natdim. Srochno operatsiya qilishimiz kerak dedi. Hamma narsasini taxt qildimda men uchib ketdim. 17 noyabrlar. Men o'sha respublikaga yil ayoliga chiqishim kerak edi o'sha paytlarida. Noyabr oyida. O'sha narsa ham menga ko'nglimga sig'madidan. Meni bu yergacha rivojlanib kelishimga, ishlab chiqarishlarni qilishimga onam bilan tog'am hamrohlik qilgan, yaqinlarim. Eng yaqin insonlar mana shu bo'lgan meni hayotimda. Hozir yanada ko'paydi. Hamroh kompaniyasi menga hamrohlik qilyapti. Yana bitta hamrohim ko'paydi уже. Hamroh kompaniyasi asosan ayollarga master-klass, seminarlar, mana nima deydi? O'sha tadbirkorchilikning kichik biznesini rivojlanishiga katta ko'mak beryapti-da bu. Katta motivatsiya beryapti-da, masalan, chiqishlar, forumlarga qatnashishlar, masalan, o'zini imtiyozli anaqa kreditlari, kompaniyani shunaqa ayollarga ko'magi katta-da, hamrohligi bor-da bu kompaniya rivojlanishga, yanada ayollarimizni ish bilan ta'minlashga, yanada o'sishga katta yordam qilyapti bizga. 24-yil Xitoyga prezident forumiga meni Qoraqalpoqdan vakil qilib jo'natdilar. Tuman hokimimiz ishlab chiqarishga men $200,000 prezidentimizning 213-qarori bilan imtiyozli 7 yilga davr ayol kishilarga beriladigan kreditlarni olganman men. Qayta ishlashga qiziqib qoldim u yerda. Forumda. Keyin unga ham shartnoma olib kelganman. Sutni qayta ishlashdan kiritdim. Endi bu pinhon-ku bu narsa, lekin kam ta'minlangan oilalarga, ya'ni nogironligi bor bolalarga yoki ayol kishilarga ko'proq ehson sifatida yoki yordam sifatida biz qo'llab-quvvatlaymiz ularni. Amudaryo tuman Mangus shahrimizda nuqsoni bor bolalarga bog'cha yo'q bizda. Xudo xolasa niyatim bog'cha ochish. Intilish kerak, izlanishdan to'xtamaslik kerak. Menda yo'qotishlar bo'ldi yoki menda kasalchiliklar bo'lib qoldi deb ishni tashlab qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Men operatsiyalardan keyin ham, tejoriy kuchli operatsiyalardan keyin ham men 1 haftadan keyin ishga chiqqanman. Tadbirkorchilikni endi boshlayotgan ayollarga maslahatim navbatda maqsad qo'yish. Bu maqsadga pog'ona erishish. Masalan, bozoringiz, savdoyingiz bo'lmaydi.
bo'lmagan paytda tashlab ketish yoki o'sha narsani qilaman desangiz o'xshamasligi mumkin, to'g'rimi? O'sha paytida tashlab ketmaslik kerak. Bu albatta bir kuni ushaladi. Albatta bir kuni o'xshaydi bu narsa. Birinchi navbatda ishonch. Ishonch bo'lmasa bu ishni davom qildira olmaysiz. Onam ko'nglimga qaraganki, qizim, xohlagan joyingda, xohlagan chet davlatingda chiqib yashashing mumkin deganda menga ruxsat berganlar onam. O'z hayotingni o'zing davom qildir, bu seni qo'lingda. Lekin meni taqdirim shu Qoraqalpog'istonda Amudaryo tumanida Mang'is shahrida bo'lgan. Mana shu yerda ishlashim, bitta ishlab chiqarishlarni kengaytirishim va davom qildirishim. Mana shu yerda meni taqdirim. Shu yerda.